Hurmatli sut biznesi bilan shug'ullanuvchi biznesmen akalarimiz diqqatiga bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Bugun biz sizlarga pulni qaynatadigan qozonlarni makoniga kelganmiz. Tanishinglar shaxs aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka, tuzumsiz? Bizni qayerdamiz va bu qanaqa uskunalar aka? Batafsil ma'lumot bersangiz. Biz hozir Toshkent viloyatidamiz. Bu apparatimiz sutni qayta ishlaydigan qozon hisoblanadi aka. Ko'rishingiz mumkin. Meshalkalari, kranliklari, hamma narsasi o'z joyida. Buning qulayliklari aka, odamlar Xitoydan zakaz berishdan tashqari o'zimizdan ham olishlari mumkin. Zo'r. Eng qizig'i, agar odamlar Xitoydan buyurtma qilishadigan bo'lsa, birinchi navbatda narxidan ham yutqizishadi, bilishimiz bo'yicha. Ikkinchisida logistikada uzoq muddatda keladi. Sizda bo'lsa necha kunda tayyor bo'ladi aka bu? Bizda 1 hafta 15 kun plus minus vaqtda tayyor bo'ladi. Berilgan zakazga qarab, turiga qarab, soniga qarab. Zo'r. Eng qizig'i, pulinglarni hali ko'rmagan, bilmagan odamlarga emas, o'zimizni vatandoshimizga ishonib topshirsanglar ham ishonchlarni oqlagan holatda shunaqa sifatli uskunalarni tayyorlab berishadi. Xo'p, aka, bu uskunamizda sut mahsulotlariga oid bo'lgan, bilishim bo'yicha tvorog, suzma, smetana, qatiq, qaymoq, brenza, yogurt va boshqa mahsulotlar, sut mahsulotlarini tayyorlash mumkin. Faqat buni o'zida emas, buni qo'shimcha apparatlari bo'ladi. Ularning yordamida tayyorlash mumkin bo'ladi. Bitta qozonni o'zi bilan tayyorlab bo'lmaydi aka. Zo'r. Sex ko'rinishida polni o'zining apparatlari bor. Ketma-ketligiga ularni ko'rsatib o'tamiz. Demak, bir kunda qancha tonna mahsulot ishlab chiqarib berishi mumkin bu uskunamiz? Bir kunda 300 litrdan cheklanmagan miqdorgacha sex qurib berishimiz mumkin. Zo'r. Demak, bu uskunamizni xarid qilgan odamlar nafaqat vaqtdan, balki qaysidir ma'noda ko'proq ob'yomda mahsulotlarni chiqarib berishligi mumkin bo'ladi. Shunaqa, o'zim bizdan oladiganlarga narxdan ham yutadi aka. Xitoydan olib kelganga nisbatan. Keyin bizda o'zimizning xizmatimiz bor. Agar biron bir muammosi bo'lsa, borib sirazi o'sha yerda hal qilib berish. Misol uchun sut juda injiq narsa bo'lganligi uchun tez buzilib qolishligi mumkin. Qayerdir sexdan nimadir muammo bo'lsa, bizga aloqaga chiqsa, bemalol borib o'sha yerda bartaraf qilib beramiz. Zo'r. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, buni o'zingizlar ishlab chiqasizlar, ya'ni shu o'zida. Hammasi qo'l mehnati bilan bajariladi. Shunaqa, albatta. Gap yo'q. Faqat hammasi o'zimiz qilamiz. Oddiy ustalar yaxshi tushunishadi. Oddiy svarkada emas, bizda faqat argonoviy svarkada. Maxsus mana shu nerjaviki mahsulotlari uchun argon svarkasida qilinadi. Zo'r. Buni qanaqa hajmlari bor aka? Orqamizda turibdi. Turli xil hajmdagilari. Bu necha litrli bo'ladi? Bu 500 litrlik hisoblanadi aka. Bu 2 tonnalik hisoblanadi. 2 tonnalik. Zo'r. Har xil ob'yomlardagi bor. Bu 1 tonnalik aka. Tushunarli. Zo'r. O'zbekistondagi, agar sir bo'lmasa, taniqli qaysi sut mahsulotlari bilan, biznes bilan shug'ullanuvchi akalarimizga aynan shu uskunalarni yetkazib bergansiz? O'zbekistondagi Buxoro viloyatiga Latiko fermasi zavodiga qilib berganmiz. Ularga kichkinagina temperaturka qozonchalarini qilib berganmiz. Almus brendini noldan o'zimiz hamma narsasini qilib berganmiz, sexini va boshqa taniqli sexlarga ham qilib berganmiz. Demak, bu videoni ko'rib turgan akalarimizga ham yaxshi manfaatli bir takliflaringiz bor. Albatta. Bu narsani endi boshlayotgan insonlarga ham o'zingiz kerakli qo'ldan kelgancha maslahatlarni berib, biznesni noldan boshlab qurish bugungacha etaplariga ham yordam bera olasiz. Bemalol kelishsa, albatta maslahat qilib, ularga to'g'ri keladimi, yo'qmi, sharoitidan kelib chiqqan holatda to'g'ri maslahat beramiz. Besplatniy, muammosi yo'q. Eng qizig'i o'rtoqlar, bu videoni oxirigacha ko'rib turgan barcha yurtdoshlarimizga yana bir qisqacha yangilikni aytib o'tamiz. Biz hozir bu videoda faqat sut mahsuloti biznes bilan shug'ullanuvchi akalarimizga ushbu uskunani zo'r foydali jihatlarini tushuntirib o'tdik. Keyingi videoda bu uskunalarimiz bilan yana qo'shimcha bizneslarni ham ancha ishini yengil qilishi bo'yicha batafsil videoda aytib o'tamiz. Nima deysiz aka? Xuddi shunaqa, eng muhimi optim va birinchi qo'ldan xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi.